Karib dengizi qaroqchilari filmi oddiy fantastikadek ko'rinadi, ammo uning ortida tarixdagi eng xavfli davrlardan biri yashiringan. 1650 dan 1730-yillargacha Karib dengizi ulkan boylik markaziga aylangan. Ispaniya Amerikadan oltin va kumush tashirdi. Britaniya, Fransiya va Gollandiya esa bu boylik uchun kurashardi. Dengizlarda qonun ishlamasdi. Mana shu tartibsizlik ichida haqiqiy qaroqchilar paydo bo'ldi. Filmda ko'riladigan Tortuga porti ham real joy bo'lgan. 17-asrda u qaroqchilarning eng xavfli markaziga aylangan. Ammo eng mashhur qahramon Jack Sparrow tarixda mavjud bo'lmagan. U real qaroqchilardan ilhomlanib yaratilgan obraz edi. Flying Dutchman kemasi esa qadimiy dengiz afsonalariga asoslangan. Afsonaga ko'ra bu kema abadiy dengizlarda yurishga la'natlangan. Eng qiziq tomoni, Karib dengizi qaroqchilari avval film emas edi. 1967-yilda Disney attraksioni sifatida yaratilgan. Keyinchalik aynan shu attraksion asosida kino olinadi va u dunyodagi eng mashhur franchayzalardan biriga aylanadi. Bu film to'liq real voqeaga asoslanmagan, ammo uning ildizi haqiqiy qaroqchilar tarixiga borib taqaladi.